sen 40 yoshdasan. Mana shu 40 yoshgacha mana bu suv to'lib bo'lgan. G'azab, asab, kechira olmaslik, birinchi o'qituvching, bog'chamdagi bog'cha opang, o'lsang o'lasan, odam bo'lmaysan degan, ota-onang, opachang, akang, ukang, ulardan hammasidan odamlarning gap so'zi yig'ilib bo'lgan. Bor yo'g'i senda 10% energiya qolgan. Va sen biznes qilasan ana shu 10% energiya bilan. Munosabatga kirishasan shu 10% energiya bilan. Va sen pul topasan, yashaysan, o'qiysan mana shu 10% energiya bilan. Va sen 100% bilim olsang, 10% kirib 90% to'kilib ketadi. Kim qanaqadir kitob o'qisa, psixologiya kurslariga borsa, birdan o'zgarish bo'ladi-yu, keyin o'sha yana oldingi holiga qaytib qoladi. Chunki o'sha paytda sen 100% olasan, 200% olasanmi, mana shunchasini olasan. 10%. Qolgani to'kilib ketadi. Chunki sen to'lib bo'lgansan. Va transformatsiya aynan ana shu sani to'lib bo'lganing bilan ishlaydi.